Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Navbatdagi xonadonda biz bu yerda 7000 Engelberg terma olmuş 5 profillardan eshik derazalar qilib berganmiz. Hozir MDFlarni o'lchagan keldik. Va ozroq Premenki tarafda qolgan joylar bor edi, uni imzodan qilib beramiz. Bu yerda asosiy derazalarga 7000 Engelberg, eshiklarga terma olmuş 5, rangi mokri Lux antrazit rangdan oynalarga energiya tejovchi oynalar qilib berganmiz. Mana oynalar salga atrajachisi bor va 18 li shotlanka o'zining rangi. Ochilishlari derazalarimiz. Hammamiz remontlar o'tgandan keyin ham bitta video qilib ko'rsatamiz.